Assalomu alaykum sevimli kanlar. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugun sizlarga ranglar bilan inkas o'yini tanishtiramiz. Buning ketadigan materiallar ko'rganlardek rangli qog'oz va stakan. Stakan bo'lmasa, yenikroq o'yinchiqlaringlar bo'lsin, o'yinchiq qachilaringlar bo'lsin bo'ldi. Buni qanday o'ynaymiz deganda, men bu ranglarning ismini atayman. Masalan, oq, sariq, ko'k, binafsha deb atagan vaqtimda Humayra shu og'zimdan chiqqan ranglarning ustini stakan bilan bosiradi. Agar yetishib to'g'ri qilolmay, qaymoqib boshqa ranglarni qilib qolsa, oq desam sariqni qilib qolsa, Humayra shu qaysi rangni xatolashgan bo'lsa, shu rang bilan boshlangan, harf bilan boshlangan so'zdan ikkini deb berdi. Amsa o'yinni boshlamdik, Humayra. Boshlaylik. 1, 2, 3. Sariq. Aplisran. Yeşil. Binafsha. Kershnoy. Hal. Ko'k. Oq. Sariq. Aplisran. Kershnoy. Binafsha. Yeşil. Sariq. Ko'k. Hal. Oq. Aplisran. Binafsha. Kershnoy. Yeşil. Sariq. Ko'k. Hal. Oq. Aplisran. Binafsha. Sariq. 1, 2, 3. Kershnoy. Aplisran. Sariq. Ko'k. Oq. Yeşil. Hal. Kershnoy. Sariq. Oq. Oq. Sariq. Yeşil. Aplisran. Binafsha. Aplisran desem binafshani besib qoldi ya. Amsa aplisran deganda qaysi harf chiqdi? A harfi bilan boshlangan so'zni ikkin deb beraman. Naqsh deb bersam bo'ladimi? Boshda deb bering, uning keyindan aytib bering. Qaysi rang? A harfi bilan boshlangan. Alma, armut. Armut, alma va armut. Amsa naqsh aytib beramsiz? Qo'shaqmi? Qo'shaq. Qo'shaqmi? Ha. Dikki to'shqan. Nega borasan? Dikkil aqal. Qishig'a dikkil aqalning birdi. Ichkisiga sut berdi. Ichkisining suti yo'q. O'g'latining puti yo'q. O'zi ishdi bir qocha. Ma'badi bir qo'shiq. Bir qo'shiqqa to'ymadim. Bir qo'shiqliq bo'lmadi. Yugurab bordim to'shikka. Beshim tegdi beshikka. Rahmat. Endi o'yinninki qoidasi bilan navbat menga kelganda, Umayra ranglandaydi. Men shu ranglarni bosirman, ha? Endi boshlaylik. Aplisran. Yeşil. Hal. Siyah. Hal. Yeşil. Hal. Yeşil. Siyah. Hal. Yeşil. Kök. Kershnoy. Men yengilib qoldim, ha. Ko'k degan vaqtda binafsha rangni besib qoldim, ha. Binafsha degandagi B harfi bilan boshlangan so'zni ikkin deb berman, ha. B harfi bilan bulbul, beliq. Ikki so'zni dedim. Yetarli bo'ldimi? Yeterli. Yetarlikmi? Ha, bo'ldi. Sen mana mushundaq navbatlashib o'ynaymiz. Endi navbat Humayraga keldi. Mushundaq o'ynaymiz. Sizlarmi uyda? Da o'ynab beqinglar, bek ko'ngillik bo'ldi. Amsa xo'shlashamdiq. Xo'sh. Alloh omonat. Alloh